Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar, bugun biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida chorshanba Qaroburuq qo'y bozori, mol bozoriga yetib kelganmiz do'stlar. Do'stlar, bugungi chislamiz 20-may hafta kuniga chorshanba, yilimiz 2026-yil do'stlar. Do'stlar, olinganlar narxlar ko'rsatib boraveramiz. Ketdik. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like'lar bosib qo'yingizlar do'stlar. Ketdik. Videolarimizda xato kamchilik bo'lsa uzr. Bu nech pul oldingiz? 9,5 million so'm olibdi do'stlar. Videoni o'zbek boshlab yuboramiz do'stlar. Aka zo'rmisiz? Nech pul oldingiz buni? Ha? 2,200 dan ha? Mana 2,200 ming so'mdan olibdi do'stlar. Mana ko'ringizlar qani? Mana 2,200 ming so'mdan olibdi. Mana do'stlar ko'ringizlar. Mana 2,200 ming so'mdan olibdi. Nech pul oldingiz? 11,5 million so'm olibdi do'stlar. Mana ko'ringizlar qani? Ha. Do'stlar, mana bu qo'zichalarni olinibdi mana. Irg'achi ha bu? Yo'q, opala olmaymiz. Opala olmaymiz, opala. Mana 1,600 ming so'mdan olibdi mana. Mana bo'ylari taxminan 55 borda balandliklari. Mana do'stlar, ko'ringizlar qani? Mana. Ya 55 deyaverak, bu olmish chiqmaydi. So'zga beriladi, so'zga. Ya so'zga emas, o'tga kirib qolgan bular. Mana do'stlar, ko'ringizlar qani? 1,600 ming so'mdan 3,200 ming so'm olibdi. Ketman, keyingilar ko'rsin. Aka, zo'rmisiz, aka? Shohlaydi. 2,750 ming so'mdan olibdi do'stlar mana shular. Mana. Mana do'stlar olingan. Mana do'stlar ko'ringizlar. 2,750 dan olibdi. Mana buni so'rayapman. Akalar zo'rmisiz? Bu nech puldan olindi aka? 27 dan. Mana 27 dan olibdi do'stlar. Mana real olingan joyidan. Bizdan nech puldan sotdinglar? Mana qo'chqorchalar. 27. Mana 27 dan ketdi, mana sotildi. Olingan joyidan do'stlar. Mol tuvar mol, mol yaqinlashma, mol tuvar. Mana do'stlar ko'ringizlar qani? Mana qimoshi. Mana bular. Ko'payib qolibdi sizda? 7 tami. Olib shamas bir xil olindimi mana? Yo, arzonroq olindimi maydalari? Yo'q, hammasi. 2,200 dan ha? 2,200 ming so'mdan olingan do'stlar mana. Mana Chiroqchi realni. Aka, o'kiz nech pul oldingiz? Tortim. Aka, boqon nech pul bo'ldi? Nech puldan? 2 tasi bo'lsa kerak, 42 dan. Ya, bu nechadan bo'ldi? Erkakmi? Mana ham so'rayapman. Aka, zo'rmisiz? Nech pul oldingiz? 10 million? 2,5 dan ha? 4 tasi 10 million so'm olibdi mana do'stlar, ko'ringizlar qani? Mana. Qo'chqorchami bular? Qo'chqorcha mana, hammasi qo'chqorcha. Mana bu zo'r ekan, ikkitasi. Qirriq ekan. Surxondaryoga ketyapti? Ha, akalar Surxondaryodan ekan, Surxondaryoga ketdi mana, sotildi. Akalar nech puldan bo'ldi? 9,5 dan bo'ldi, 12 ta bir joyga. 9,5 dan. Mana, tanachalar ko'ringizlar qani? O'kichami? Mana, buqqachalar ekan bular do'stlar. Nechidan oldingizlar aka? Mana. 9,5 dan olibdi. Siz nech pul oldingiz aka? 8 million. Irg'achi bu? Irg'achi ekan bu. Mana, nechta ketdi aka bir joyga? Bir joyga nechta oldi ketdi? 12 ta. Mana 12 ta sotildi bir joyga. Mana do'stlar. Ko'ringizlar qani? 1,5 million qo'y. Nech pul oldingiz aka? 12 million so'm olibdi mana. Irg'achi. Bunimi? Buni qo'chqarda aytasiz? Bizovchilar 9,5 dan olibdi. O, tanacha nech pul bo'ldi aka? O, buva. Va 9,5 dan olingan tanachalar, o'qichalar, buqachalar. Chiroqchi mol bozori. Bu nech pul oldingiz aka? Aka, zo'rmisiz? Nech pul oldingiz buni? 12,5. 12,5 million so'mdi. Bolasi yo'qmi deyman-da. Aka, zo'rmisiz? Nech pul oldingiz buni? 13 dan. Mana buqqachalar 13 million so'mdan olibdi do'stlar. Mana real olingan. Mana kichkinaginiki 13 millionga olinmagan. Chiroqchi mol bozor kanali.
do'stlar, Riyan olingan narda ko'rsatib boraveramiz. Ha, hozir qo'chqorchalar so'raymiz, qo'zichalar. Chiqyapti do'stlar. Aka nech million bo'ldi? 2 million so'mdan olibdi do'stlar mana. Qo'chqormi? Qo'chqorcha ekan. Aka zo'rmisiz? Nech million oldingiz buni? Aka, nech million oldingiz? Mana 5 tasi mana 13 million so'mga olibdi. 13 millionga olindimi bu? Ha? Mana 5 tasi 13 millionga olibdi. Qo'chqormi bular? Qo'chqor ha. Qo'chqorchalar mana do'stlar, ko'ringizlar. 5 tasi 13 millionga bo'lganda nech million chiqadi? Buna bir qaraydi. Aka zo'rmisiz? Buqon nech pul bo'ldi? Buqon nech pul bo'ldi aka? 35 million so'mga olibdi mana do'stlar. 35 million so'm bo'ldi. Tana nech pul bo'ldi tana? Ikkalasi mana 13 million so'mga olibdi tanacha mana. Mana do'stlar. Tana nech pul bo'ldi aka tana? 13 million 300 ming so'mga olibdi mana do'stlar. Mana. Yemaganmi deymi bu? Yemagan ekan. Qo'zi nech pul bo'ldi aka? 32, 16 dan. Nech million bo'ldi? Javlon? 10 million. Ye. Mazang zo'rmi? Charchamasan? 11,5 ga olibdi ikkalasi. Ikkita qo'chqorcha. Tamam, qo'chqordan so'raymiz. Aka zo'rmisiz? Nech pul oldingiz? 7 million so'm olibdi mana do'stlar. Ko'ringizlar qani? 7 millionga ketibdi do'stlar. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyaga yozib ketaveringizlar do'stlar. Nech pul bo'ldi bolasi yer? Do'stim, 15,5? Ha, 25 million 500 ming so'm olibdi do'stlar mana ko'ringizlar. Bolasi irg'och ekan. Kanal nima aka nomi? Chiroqchi mol bozor kanali. Mana bu hamda qo'ylari ham olib, qo'chqorchalar 3,5 dan olibdi do'stlar mana. Bu ham sal qimmatroq olib qo'yibdi deymanda do'stlar, mana ko'ringizlar qani. Mana echkini so'raymiz. Nech pul bo'ldi echki? 22. 22 olibdi bu. Taka. Mana 22 olibdi do'stlar. Amin so'raymiz. Aka qo'chqorlar nech puldan bo'ldi? Ha? 5,5? Mana 5 million 500 ming so'm olibdi ikkalasi. Mana do'stlar. Bo'la. Buqon so'rayapman. Aka zo'rmisiz? Nech pul oldingiz? 23 million so'mga olibdi. 23 ga olibdi do'stlar mana. Real olingan joydan. Qanachani so'raymiz. Nech pul bo'ldi aka? 10 million 700? 11 million 700 olibdi mana do'stlar. Irg'och tana. 24 aytdim bo'lsam. Nech pul olibdi aka? Narxini aytma. Odamda aytgan bir katta savdogar Aka zo'rmisiz? Nech pul oldingiz buni? Irg'ochimi? Mana 3 million 200. Aka bunday ko'rsatmanglar bir. Mana do'stlar ko'ringizlar qani 3 million 200 ming so'm olibdi mana. Bo'ylar taxminan 70 bor-da balandliklari. Bu aba nech pul bo'ldi? 8 million so'm olibdi mana do'stlar. Sizda kichik aka? 12 million so'm olibdi mana bu qocha. qancha deydi u 12 million so'm. Bu nech pul bo'ldi aka? 12 million olibdi mana do'stlar. Irg'ochi bu. Nech pul bo'ldi buqa? 16 million so'm olibdi do'stlar. Qimmat olibsiz tozaroq qara 1 milliongana. 1 milliongana qimmat olibsiz do'st. Bo'ldi. Mana ona bola echki 3 million 200 ming so'm bo'pti mana, bolachasi mana. Bular zo'rmisiz? Nech puldan bo'ldi bular? 22 dan olibdi do'stlar mana. Ko'ringizlar qani. Hamma har xil olib chiqyapti. Birov 2 million, birov 1 million 800. Birov 22 do'stlar. Mana. Nech pul oldirasiz? 23 million so'm olibdi do'stlar. Do'stlar mana bu qo'chqorlar ham mana 2 million 200 ming so'mdan olibdi do'stlar bir joyga mana do'stlar. Ko'ringizlar qani. Qo'chqorchalar bari qo'chqorchalar. Chiroq Chorshanba bozordan olinyapti do'stlar. 2 million 200 dan. Aka ona bola siyirma bu?
Necha pul bo'ldi? 24? 24 million so'm olibdi mana. Bolasi o'kitcha, navos. Mana ko'ringiz ekan do'stlar. 24 million. Qo'zi necha pul bo'ldi aka? 32 dan olibdi mana qo'chqorchalar. Mana. Zo'r olibsiz aka. Mana ikkita qo'chqorcha. Bu necha pul oldingiz aka? 2,5 million olibdi mana do'stlar. Xo'sh, do'stlar, endi ishkarni ham ko'rsatamiz. Narxlar necha pul, hammasini qiziqib boraveramiz do'stlar. Ishkarni ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.